Bugungi videoda mana shu Dester do'stimiz mana shu qandaydir ajoyib bo'lgan, ya'ni sinovlardan, ya'ni ajoyib challenge'lardan qochib ketish kerak bo'ladi. Video juda ham ajoyib va qiziqarli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. 3, 2, 1. Qani boshla Dester. Qanday qilib qochib ketish mumkinligini yaxshilab o'ylan. Bu yerda nimalar bor? Qaqa aytaman. Sen xullas qamoqxonadasan, sen bu yerdan qochib ketishing kerak bo'ladi. Bu yer yopiq, sen buni shunchaki buza olmaysan. Senga albatta nima kerak bo'lishini o'zing topib ol. Qara, senga podskaska beraman. Bu yerda har xil gilamlar bor. Qaysi gilam senga shubhali tuyulyapti? O'zi battar gilam shunda tuymaydi-ku. Kilisa bir qoli. Xo'p, osh. Ana sandiqni topdi. Va u yerdan nima chiqdi? Qoli. Xo'p, osh. Ana sandiqni topdi. Va u yerdan nima chiqdi? Bitta bolta. Ha? Endi buni nima qilishni yaxshilab bilasan. Senga. Ikkisini ham albatta. Senga. Va sen bu yerdan qochib ketishing kerak. Nima bu plitami? Ha, plita. Plitani bosmading, senga yerda olmazlar bor. Almas. Almas. Tekinga almas. Menga ikkita almas kerak. Ha? Bu skeletlar seni o'ldirish uchun edi. Va sen to'xta, sen bosmading. Senda bu yerda azoblagich 5000 chiqadi. Sen bu yerda shunchaki просто tak chiqib ketishing kerak. Endi keyingi xona to'g'ringda turibdi. Sen zinapoydan chiqmaysan, просто tak mayletdan chiqasan. Mana do'stimiz ham keyingi xonaga o'tdi va bu yerdan chiqib ketishing uchun senga bitta podskaska qoldirganman, uni o'qi. Chiqib ketishing uchun senga bitta podskaska qoldirganman, uni o'qi. Suvni qara. Ha, suvni qarashing kerak sen. Va sandiqdagi hamma narsani ol. Oldingmi hamma narsani sandiqdagi? Ular senga aniq kelajakda kerak bo'ladi. Branyani ham taqvo. U yerda branya bor. Va mana bizning do'stimiz branyani ham taqdi. Endi u nima qilish kerakligini podskaskada o'qidi va u suvga qarash kerak edi. Suvga qara, yaxshilab qara. O, bitta ko'rib qoldi bu yerda narsa. Kirka, u kirka seni albatta qutqarishi mumkin bu yerdan chiqib ketish uchun. Kirkani qanday olaman? Va men mana bu yerda bekinib turibman va keyingi xonada esa uni mana shunday skeletlar kutib turadi. Mana bitta skelet va ikkinchi skelet ana bu yerda turibdi. U hozir mana bu toshlarni sindirish bilan band. Qani ko'ramiz. 3-xonada uni qanday qiyinchiliklar kutyapti va u qanday bu yerdan qochib ketar ekan. Shu qiziq bo'lsa albatta videoga like bosing, obuna bo'ling. Va chiqdi ham daji. Va bizning do'stimiz chiqdi. Endi skeletlar bilan birga jang qilish kerak bo'ladi. U o'ldirdi ham daji. Vashi o'ldirib tashlayapti. Qoyil qasar deydi. Va sen o'ldiraver, seni bittasi o'tyapti. Va uni o'ldira olmay. Sen qiliching bor edi. Kirkadan o'ldirdim. Va Dester do'stimiz bu yerdan qochib ketish kerak. Bu yerda toshlar bor ekan. Ularni sindirishim kerak. Albatta. Ularni sindirib bu yerdan qochib ketishga bizning do'stimiz muvaffaq bo'ldi. Do'stimizda qanaqadir baglar bo'lgani uchun bir bola qilib chiqib oldi. Va sen bu yerdan temir banjarani sindirib, bu yerdan ozod bo'lishing mumkin, do'stim Dester. Alisher Navoiyga o'xshab ketdim, mayli. Va mana u chiqib ketdi va nihoyat. Va do'stimiz uchun albatta videoga like bosing, obuna bo'ling. Seni oltin olmayam bor edi, sen uni ishlatmading. Yo'q. Xullas kanalga obuna bo'lib like bosing. Keyingi videoda nimalar qilishimizni ham yozib qoldiring. Biz esa videoni tugatamiz.